Buxoroning sokin tong'idan yo'lga chiqqan edim. Kun issiq bo'lsa-da, yuragimda g'alati yengillik bor. Qadimiy shaharning hidi, tarixiy gumbazlar va madrasa peshtoqlarida yurgandek ming yilliklarning nafasi qalbimni to'ldirgandi. Samarqandda ham o'zimcha ziyorat qildim. Registonning osmon bilan yelkama-yelka qurilgan binolari, Go'r Amirning sokin qabristonlari meni o'z o'ylarim bilan yuzlashtirdi. Go'yo vaqt bir zum to'xtab, bu dunyo bilan u dunyo o'rtasidagi parda yupqalashgandek bo'ldi. Yo'l davomida ichimdan shunday o'ylardim. Inson qanchalik uzoqqa borsa, aslida o'z ichiga shunchalik yaqinlasharkan. Ajabo, ziyorat qilgan joyim ham ko'hna tuproq, ammo u yerdan taralayotgan ruhiyat meni qalbimda yangi eshiklarni ochayotgandek. Balki safarning asl maqsadi ham shundadir. Yo'lning o'zi odamni toblaydi. Shu tafakkurda mashinamni asta-sekin zomin yo'liga burilib keta boshladim. Kun botganidan keyin tog'lar ustidan oppoq oy chiqdi. Oy yorug'ida sahro ham, tevarak ham bir ajib ko'rinar ekan. Har bir daraxt soyasi g'alati, uzun. Har bir tosh qop-qorong'i sirni yashirayotgandek. Soat tungi birlardan o'tganda mashina ichidagi havo ham, atrof ham yanada sokinlashdi. Charchoq ko'zlarimni bosib kelardi. To'xtab uxlab olish fikri bir lahza o'tdi. Lekin ertaga ish, majlis, majburiyatlar. Bularning barchasi yodimga tushgandan so'ng bunga jur'at qilmadim. Ichki ovozim hali biroz chidash kerak. 1-2 soatlik yo'l qoldi, keyin hammasi o'tib ketadi derdi. Uyquni o'chirish uchun magnitofonimni yoqdim. Bolaligimdan qalbimga yaqin bo'lgan musiqalar jaranglay boshladi. Yo'lga hamohang kuylar. Yo'lga hamohang kuylar. Shunisi ham bir tarafdan yaxshi. Yuragimga qandaydir xotirjamlik olib kelayotgandek edi. Ammo bu sokinlik uzoqqa cho'zilmadi. Qorong'u trassada birdaniga nigohimga nimadir ilinib qoldi. Mashina farlari ostida qo'l ko'tarib turgan odam ko'rindi. Avvaliga to'xtamaslikni o'yladim, ammo zulmatda yolg'iz ketayotganimdan ham zerikkan edim. Balki bu odamni olganimdan so'ng suhbatdosh bo'lib, yo'lni qisqartirarmiz. Shunday niyat bilan to'xtadim. Odam yaqinlashdi. Bo'yi uzun, ustida chang to'zon bo'lib ketgan eski qora palto bor. Yuzini farlar to'liq ko'rsatmasdi. U eshikni ochdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi kelyapsizmi? Rahmat aka, rahmat. Jizzax tarafga shoshilyapman. Agar Zomin tumani tomon olib borsangiz minnatdor bo'laman. Xohlagan pulingizni beraman aytgancha. Pullar muammo yo'q dedi. Zomin. Jizzax va Samarqand o'rtasidagi tog'li hudud. Haqiqatan ham tungi vaqtda bu yerga olib boradigan mashinani topish mushkul. Har holda savob bo'lsin degan maqsadda rozi bo'ldim. U mashinaga joylashdi. Avvalgi gapga kirishmadi. Men suhbat boshladim. Bu vaqtda yolg'iz yo'lda yurganingiz xavfli emasmi dedim. U mayin jilmayib qo'ydi. Har kimning o'z yo'li bor uka. Siz mashinadasiz. Men esa manzilim tomon ketyapman. Gaplari g'alati tuyulsa-da e'tibor bermadim. Yo'l jimjit. Magnitofonda qo'shiq davom etar. Ammo qandaydir sezilmas sovuq mashinani bosib keldi. Qo'llarimni rulla qaltiroq qisib qoldi. Zomin tumani tomon burilganimizda tong yomg'irlari ko'rindi. Shu payt farlar yo'l chetidagi 2 kishini ko'rsatdi. Ular qimirlamay turardi. Ularning yuzlari oppoq, ko'zlari qop-qora boshliqdek ko'rindi. Men qo'rqib tormozga bosmoqchi bo'ldim. Ammo rul qotib qolgandek tuyuldi. Har holda ko'zimga ko'ringan bo'lsa kerak. Bu charchoq alomati bo'lsa kerak dedim o'zimga o'zim. Shu zum ortga qaradim. Orqamda esa yo'lovchi o'tirardi. Shu zum ortga qaradim. Hech kim yo'q, dedi yo'lovchi xotirjamgina ohangda. Bu ko'zingizga ko'rinishi tabiiy, chunki bu yerda nima desam bo'ladi? Ko'p vaqtdan beri odamlar yashamay qo'ygan dedi. Shunday izoh berdi. Qaltirab ketdim. U qanday qilib bunday oddiy gapirdi? Go'yo buni avvaldan bilgandek.
Keyin yana o'yladim. Bu yerda yashaydi-ku. Shuncha vaqtdan beri qatnayverib o'rganib ketgan. Yo'lda davom etardim. Yo'lning balandroq qismiga chiqqanimizda mashina oynasida g'alati tovushlar eshitila boshladi. Kimdir oynani tirnayotgandek edi. Qorong'ilik ichidan uzoqdan o'kirishga o'xshagan ovoz kelib turardi. Birdaniga magnitofonim ovozi o'chib qoldi. Rul yonidagi oynadan tashqariga qarasam, qorong'ilik ichida yonib turgan ikki ko'z meni kuzatayotgandek bo'ldi. Men mashinani tezlashtirdim. Yo'lovchim esa go'yo bunday narsaga o'rganib qolgan odamdek shivirladi. Qo'rqmang, ular faqat kuzatishadi. Oxiri yo'l yurib, Zomin tumanidagi chekka bir qishloqqa yetib bordik. Qishloq qorong'u, hech bir uyda chiroq ko'rinmas edi. Yo'lovchim, "Mana shu yer mening manzilim" dedi va jilmaydi. "Qorong'ilikda adashib qolmang, uka." U mashinadan tushdi. Yana bir hovlining oldiga yetakladi. "Eshikni ochib ichkariga kiring, mehmon bo'ling" dedi. Yo'lchi mehmonni rad etish yaxshi emas dedi. Ichkaridagi eski yog'och uy, devorlar qora tutun bosgan. Shiftidan suv tomayotgan. Ammo uyning ichi sovuq va jimjit. Birdaniga sham nuri xonani yoritdi. Lekin u yorug'lik emas, qorong'ilikni yanada chuqurlashtirgandek tuyuldi nazdimda. Men birinchi qadamni qo'yganimda devorlarning ichidan sekin pichirlash eshitildi. Bu qanday holat? Avval bunaqa holatni hech guvohga aylanmaganman, deya o'yladim o'zimga o'zim. Balki bu ham charchoq alomati. So'ngrasi eshitilmay qoldi bu ovozlar. Ha, charchabman. Bu kecha dam olishim kerak degan xayol o'tdi. Yo'lovchi esa supaga cho'kib, go'yo bu manzara unga tanishdek xotirjam qarab turardi. U menga piyolani uzatdi. Ichida qora suyuqlik ko'pirib, yuzasidan pufakchalar inson ko'zlari ko'rindi. Bu ko'zlar menga qarab qimirlar, hatto ko'z yoshi to'kar edi. "Iching", dedi yo'lovchi. Ovozida uchta ohang aralashib ketgan. Xuddi erkak, ayol, bola bir paytning o'zida gapirayotgandek edi. Men shu vaqtgacha psixikamdan hech qachon shikoyatim bo'lmagan. Qanaqasiga bunday tuyulishi mumkin? Yoki aqldan o'zyapmanmi? Men piyolani qo'limdan tushirib yubordim. Yerga tushishi bilan suyuqlik emas, qon bo'lib sachradi. Qonga tushgan sham nuri birdan xiralashib, xonani qorong'ilikka g'arq qildi. Shu payt shiftdan osilib turgan chiroq qaltirab, tebranib ketdi. Devorlardan qora qo'llari chiqib, xuddi menga intilayotgandek uzayib keldi. Hayronman, balki bu mening ko'zimga ko'rinayotgandir. Telefonim fonarigini yoqdim. Shiftga qaratdim. Haqiqatan ham qo'llarim men tomon uzayib kelmoqda. Qon tomchilari shift bo'ylab oqib, tomchilab yerga tushardi. Har bir tomchi yerga urilganda xonada bolalarning yig'isi eshitilardi. Shu zum o'ng tomondagi eshik ochildi. Ikki oppoq yuzli odam kirib keldi. Ularning yuzlari chiroq nurida aniqroq ko'rindi. Ko'zlari chuqur, qora boshliq. Og'izlari esa quloqlarigacha yirtilgan. Tishlari orasidan qora suyuqlik oqib turardi. Ular asta menga qarab kela boshlashdi. Men orqaga chekindim. Shu payt orqamda kimdir qo'limdan mahkam ushladi. Burilsam yo'lovchi edi. Uning yuzi asta sekin o'zgarib, qop-qora boshliqqa aylana boshladi. Lablaridan qora tutun chiqib xonani to'ldirdi. "Bu yerga kelgan odam boshqa qaytib keta olmaydi", dedi. Ovozi g'or ichidan kelayotgandek jaranglab. Aks sado berdi. Qo'llarimni qattiq qisib, suyaklarimni g'ichirlatgancha og'ridi. Shu on shift yorilib, uzun qora panjalar osilib tushib, yelkamni changallab ko'tarib oldi. Nafasim qisildi, yuragimni sovuq muz qoplagandek bo'ldi. Ko'z oldimda dahshatli manzara gavdalandi. Onamning yuzi, ammo u ham ko'zsiz, og'zi yirtilgan. "Shunday holda bizni tark etma, bolam", dedi u. Qichqirib yubordim. Ichimdagi oxirgi kuchni to'plab o'zimni yerga tashladim. Panjalarimdan tirnalib qon oqardi. Ammo qo'llardan qutuldim. Eshikka qarab yugurdim. Eshik yopiq edi. Devorlardan odam qo'llarining izlari paydo bo'lib, ular tirnalib, qonli izlar qoldira boshladi. Barcha devorlar qonga to'ldi. Quloqlarim ostida minglab odamlarning qichqiriqlari aralashib ketdi. Men jon talvasasida eshikni tepardim. Oxiri eshik g'iyqillab ochildi. Tashqariga chiqqanimda esa yuzimga qattiq shamol urildi. Orqamga qaramadim. To'g'rirog'i qarashga jur'at eta olmadim. Mashinamga qarab yugurdim.
Farlar o'z-o'zidan yonib, zulmatni yoritib yubordi. Motor birinchi burilishdayoq ishga tushdi. Mashinani yo'lga chiqarib, tezlikni oshirdim. Orqamdan hali hamon qichqiriq, shamol va pichirlash ergashayotgandek edi. Ammo yo'l oldimga o'tgach, ya'ni katta trassaga chiqqanimdan so'ng hammasi asta-sekin jimib bordi. Yo'lda ketarkanman, ichimda shunday o'ylar menga tinchlik bermasdi. Insonning eng katta dushmani ajabo tashqarida emas, uning ichidagi qo'rquvlarda ekan. Men ham shu qo'rquv bilan yuzlashdim. Agar yonimda birov bo'lganida ham u meni qutqara olmasdi. Chunki bu yo'lni har kim o'zi bosib o'tishi kerak. Shunday xayollarda ketarkanman, qorong'ulik asta-sekin to'nga o'z o'rnini bo'shatib bera boshladi. Ufq yorishdi. Yuragim ham biroz yengillashdi. Nihoyat uyimning darvozasini ochib kirganimda o'zimni tirik qolgan odamdek emas, balki qayta tug'ilgan odamdek his qildim. Ertasi kuni ishxonaga bormadim. Telefon qilib boshlig'imdan bir kunlik javob so'radim. Chunki bu kechani oddiy tushdek unutib yubora olmas edim. Barcha voqealarni kim bilandir bo'lishishim, tushunishga urinib ko'rishim, analiz qilishim kerak edi. Shu niyatda bobomning oldilariga bordim. Ular yoshi ulug', tajribali, kitob ko'rgan odam. Men hammasini boshidan oxirigacha oqizmay-tomizmay gapirib berdim. O'sha tun, odam, u odamning uyi, uyning ichidagi qo'rquvlar, soyalar, qichqiriqlar. Bobom jim qoldi. Keyin ko'zlarini uzoqqa tikib mayin ovozda shunday dedi: "Bolam, bu sening sinoving edi. Yo'lchi mehmon sening sabringni, ko'nglingni va ishonchingni so'ragan. Inson qanchalik o'zini qat'iy deb bilmasin, qorong'ulikda uni sinovdan o'tkazadi. Sen qo'rquvingdan qutulding. Chunki yuragingda bir chiroq bor edi. Qalbida chiroq bo'lmagan odam esa o'sha qorong'ulikda yo'q bo'lib ketadi." So'ng yana shunday qo'shib qo'ydi: "Esingda bo'lsin. Hayot yo'lida hamisha yo'lovchilar uchraydi. Ba'zisi haqiqiy, ba'zilari esa senga saboq bo'lish uchun yuborilgan soyalar. Sen bundan buyon kimni mashinangga olishingni va olmasligingni o'zing, faqatgina o'zing hal qilasan." Bobomning gaplari yuragimga o'qdek o'rnashdi. Shu kundan keyin men kechalari mashina haydaganimda yo'lda qo'l ko'targan odamni ko'rsam ham ichimda titroq o'tib, mashinani to'xtatmaydigan bo'ldim. Chunki men endi bilar edim. Har bir yo'lovchi odam emas. Ba'zilari inson, ba'zilari esa qalbning sinovi edi.